Yoz bolajonlar uchun eng intiqlik bilan kutilgan dam olish fasli. Lagerlar esa unutilmas xotiralar maskanidir. Ammo ta'til quvnoq o'tishi uchun birinchi o'rinda xavfsizlik turishi shart. Birinchi qoida, suv bo'yida ehtiyot bo'ling. Bolalar faqatgina lager rahbarlari va qutqaruvchilar nazorati ostida ruxsat etilgan joylardagina cho'milishlari kerak. Yolg'iz va taqiqlangan joylarda cho'milish qat'iyan man etiladi. Issiq kunlarda quyosh urishidan himoyalaning. Bosh kiyim kiyishni va tez-tez suv ichishni unutmang. Shuningdek, lagerdagi tozalik va shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish turli kasalliklarning oldini oladi. Lager hududidan tashqariga o'zboshimchalik bilan chiqish, tog'li va adirlik joylarda yolg'iz yurish xavflidir. Notanish hasharotlar va o'simliklardan ehtiyot bo'ling. Agar biron bir shubhali holatni sezsangiz, darhol tarbiyachilarga xabar bering. Elektr jihozlari va olov bilan hazillashib bo'lmaydi. Gugurt yoki zajigalkalardan foydalanish, nosoz simlarga tegish qat'iyan taqiqlanadi. Xavf tug'ilganda vahimaga tushmang. Lager ma'muriyatiga ayting. Hurmatli ota-onalar va tarbiyachilar, bolalarimiz xavfsizligi hammamizning burchimizdir. Favqulodda vaziyatlar yuz berganda darhol 112 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasi bolalaringizga baxtli va xavfsiz ta'til tilaydi.